Salam qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Menlar yaxshi turdinglarmi? Bugun biz uzundan beri deb kelganimizdek, yangi ahd kitobimizdagi Yohanna bayon qilgan xush xabar darsimizni boshlamoqchi. Bizning olam yaratilishi darsimizni tugab bo'ldi va uni xulosalab bo'ldik degandek, endi biz Yohanna bayon qilgan xush xabarni boshlab, bugun biz Yohanna bayon qilgan xush xabar kirish qismi, ya'ni Yohanna bayon qilgan xush xabar qanday yozilgan, qachon yozilgan, kim tarafidan yozilgan va boshqa 3, ya'ni Markus, Matta, Luqa xush xabar bilan qanday farqi bor deganlarni ham biz bir qatim so'zlab o'tamiz. Ham shuningdek bu kitobni biz qanday o'qiymiz? Ya'ni qanday tuzilgan kitob, buningdagi mazmunlarni biz qanday tushunamiz? Ya'ni tarixiy arx ko'rinishi deganlikda, mushunday mazmunlarni bir qatim qisqacha so'zlab Yohanna bayon qilgan xush xabar kitobimizga kiraylik deb o'yladik. Masalan, biz oldin qatimliq, ya'ni mush oldin qatidagi darsimizning oxirgi mazmunlarda hozir biz qo'limizda tutib turgan mush bir butun ko'na va yangi ahd muqaddas kitob qanday qilib, qanday jarayonlar orqali bizning qo'limizga hozirgacha yetib keldi, ya'ni buning tuzilish, ratlanish jarayonlari deganlarni biz qisqacha tilga ilib o'tgan bo'lsak, ham shuningdek mushunday ayrim biz darsimizni boshlashdan avval bularning tarixiy arx ko'rinishlarini ozroq so'zlash orqali texmi buning bu muqaddas kitobning bizning qo'limizga yetib kelgan mush jarayonlar bo'lsin, tarixiy arx ko'rinishlarini texmi bizga inchigarak biz tushunib o'taylik, ya'ni ko'rib o'tish orqali tushuna olamiz. Shuning o'xshash bugunmi Yohanna bayon qilgan xush xabarni boshlashdan burun biz аңалды bilan Yohanna bayon qilgan xush xabar deb temasidan albatta buning kimning yozganligini biz tushunaladigan o'xshash, ya'ni Yohanna yozganligini hammamiz bilamiz. Undaq bo'lsa Yohanna qanday ahvol ostida, kimga yozgan, qanday bir maqsad, ya'ni qanday bir nuqtai nazarni tutib turib bu muqaddas, ya'ni yangi ahd qismidagi bu xush xabarni, Yohanna bayon qilgan xush xabarni yozgan degan mazmunlarni ham biz ko'rish orqali andan keyin Yohanna bayon qilgan xush xabar qismiga rasmiy kirib o'taylik desak bo'ldi. Shuningdek biz qaraydigan bo'lsak, Yohanna bayon qilgan xush xabarning eng oxirgi bob, ya'ni 21-bob, eng oxirgi oyatlar qaraydigan bo'lsak, 24-25 oyatlarda bu ishlarga guvohlik berguvchi hamda bu ishlarni xotirlaguvchi ana shu shogirddir. Bizmi bilamizki, uning guvohligi haqdir. Hozirda esa bulardan boshqa nurg'un ishlarni qilgan edi. Agar ularning hammasi ayrim-ayrim yozilgan bo'lsa, meningcha kitoblar butun dunyoga sig'maydi deb turib, hozirda esa qilgan nurg'un ishlar ichida, ya'ni bu Yohanna, ya'ni bu ishlarni xotirlash ana shu shogirddir deb turib, rab yaxshi ko'radigan shogird deb Yohanna bayon qilgan xush xabarda Yohanna o'zining ismini bevos atamasdan, balki rab yaxshi ko'rgan shogird deb ataydi. O'shunga o'xshash Yohanna bo'lsa, rab bevos chaqirgan va rabning hayot, ya'ni ish izlari boshlangandan tortib toki tamomlagan qadar, ya'ni kirishga mahlanib, o'lib, dafn qilinib va tirilgandan keyingi eng oxirgi bular deydimiz, rab arishga chiqishdan burun sizlar butun Yahudiya, Samariya va butun nimaga dunyoning bu jihatlariga xush xabar yetkazinglar degan o'sha shunday rabning barliq ish izlariga bevosita, ya'ni qatnashgan, ya'ni rab bilan birga bo'lgan, birga yashab, barliq ishlarga amra bo'lgan emas, o'z ko'zi bilan ko'rgan degan o'xshash, rabning ta'limini o'z quloqi bilan anglagan shunday bir shogird. Shunga buning albatta rabdan bevos o'rganib, bevos anglag'ali bo'lganligi uchun barliq qilgan ishlariga guvohlik beradi, ya'ni bevos qatnashgan, shohid bo'lgan. Ammo bu barcha hamma ishlarni yozmasdan, rabning hayot bo'yicha qilgan barcha ishlarni yozmasdan, balki bir qismlarni tanlab yozgan. Shunga Yohanna bu yozmalar, ya'ni Yohanna bayon qilgan xush xabar qismida mushu yozib qoldirgan mushu xatlar Yohanna o'zi bir nuqtai nazarda o'zini yetkazmoqchi bo'lgan, ya'ni o'zi guvohlik bergan mushu xush xabarni o'zining bir yozib qoldirgandagi bir maqsadi, shunday bir jarayonlarni bir o'zi yetkazmoqchi bo'lgan shunday bir maqsad va shu nimalarni yozish uchun o'zi shu voqealarning ichidan tanlab qoldirgan, ya'ni yozganlari shu Yohanna bayon qilgan xush xabar hisoblandi. Shuning o'xshash biz Markus bilan, Matta bilan, Luqa bayon qilgan xush xabarni ko'rsakmi,
Üç xoş xabarda o'xshab qolgan voqeliklar bor. Tartib jarayon bo'yicha o'xshab qoldi, lekin bir-birini to'liqlab, texim biroz kengaytirilgan o'xshash shunday mazmunlar bor. Lekin bu 3 qismda, ya'ni 3 xoş xabar, Matta bayon qilgan xoş xabar, Luqa bayon qilgan xoş xabar, Markus bayon qilgan xoş xabarda yezilmagan ular yozmagan boshqa bir qismlar bo'lsa, Yuhanna bayon qilgan xoş xabar qismida bor. Ya'ni demakki, bu 3 xoş xabar bilan boshqa holatda Yuhanna bo'lsa, boshqa bir nuqtai nazarda bu Yuhanna bayon qilgan xoş xabarni yezib qoldirganligi bizga ma'lum. Undaq bo'lsa biz mushu xoş xabarni, Yuhanna bayon qilgan xoş xabarni tushunishimiz uchun eng oldi bilan biz mushu bir tarixiy ariq ko'rinish, mushu jarayonlarni biz qisqacha so'zlab o'taylik. Ya'ni oldi bilan biz albatta bu xoş xabarlarning kimning yozganligiga oid bu muqaddas kitobning o'zida tushuntirish qismida bor, ko'rib o'talaymiz. Undaq bo'lsa, bular qanday qilib mushu xoş xabar bo'lsin, Rab Aysoning hayot haqidagi bu ish-izlarni yezib qoldirmoqchi bo'lgan degan o'xshash bu savollar bilan birga bu tarixiy ariq ko'rinish ko'rib o'talaymiz. Masalan, biz elchilarning politikasini qarasak, jamoatning qanday boshlanib, qanday kengayib, ya'ni qanday har qaysi millat, har qaysi rayonlarga tarqalganligini biz ko'rib o'tgan edik. Endi bu jamoatlar, ya'ni shu 1-asrdagi shu jamoatlar, Rabdan keyingi shu 1-asrdagi jamoatning ahvollari bo'lsa, ya'ni tunji e'tiqodchilar jamoatligida bular tunji e'tiqodchilar, ya'ni shu xushxabar taqatqushlar bo'lsin, ko'na haqidagi, ya'ni muqaddas yozmalarga pishiq tunuşluq ve şunlar hep Aysoning hayoti, o'limi, qayta tirilişi deganlarni başına ötküzgen, yani şagirdlari ve şu joydagini bilan başına ötküzgen ve yoki şu davrdagi kishilar bo'lsa, ya'ni Rab Ayso yaşagan şu davrda yaşagan kishilar bo'lg'achqa, ular bilan anglagan, hatta ba'zilari bevos qatnashgan bo'lishi mumkin. Lekin mana shunday Rabning shogirdlari, ba'zilari masalan elchilarning faoliyatiga qarasak, Yaqubning o'ldirilganligini, degan o'sha ya'ni siyosiy vaziyat bo'lsin, qarshilik bo'lsin, ya'ni Rim imperatorining qarshiliklari sababli o'ldirilganlar, masalan elchilarning faoliyatida Stefanning qanday o'ldirilganligiga oid mazmunlar bor. Shunga o'xshash, ya'ni nurg'un shunday qarshilik, siyosiy vaziyat, ishki vaziyat, nurg'un shu qalaymaganchiliklar sababidan ba'zilari bo'lsa o'ldirilsa, ba'zilari bo'lsa yoshning cho'ng'ayishiga ergishib, tabiiy holatda olamdan o'tadigan ahvollar bo'lgan emas. Mana shunday ahvol ostida Rabning shogirdlari bo'lsa, Rabning amri bo'yicha hem shundaqla ular guvoh bo'lgan mushu ishlarni dunyoning bujatlariga qadar tarqalishi uchun yezib qoldirishning lozimligini shuni tunib yetgan, hem shundaqla shu vaqtlarda tarqalgan madaniyat bo'lsa, Grek rivoyat, Grek madaniyati emas, bu vaqtlarda Grek madaniyatlari, Grek rivoyatlari bo'lsa, yezish, tarqalish, bunday ishlar rivojlangan vaqt. Shunga şu vaqtlarda ya'ni kitobchilik deymizmi, kitobchilik ishlari. Ya'ni u vaqtlarda garchi hozirgidek bizning qo'limizga kitoblar, basmaxonlar paydo bo'lmagan vaqtlar, u vaqtlarda biz oldin qatim deganimizdek terlarga, o'sha nimalarga yezish boshlangan emasmi? Shunga shu vaqtlarda yezish, ya'ni yezib qoldirish degan ishlar taraqqiy qilgan, ya'ni boshlangan. Shuning uchun ular ham yezib qoldirmoqchi bo'lgan. Bu bir omil. Yana bir omil bo'lsa, mushu vaqtda Rabdan keyingi mushu 1-asrdagi vaqtlarda bo'lsa, vaqtlarda ya'ni Rim imperatorligi davri vaqtida desam bo'ldi. Shu vaqtlarda bu ibodatxona, ya'ni Yahudilarning ibodatxonasi 70-yillarda vayron qilinib o'tdi. Vayron qilinib o'tib, Isroillar yana bir qatim bu yerda halokatga yuzlandi. Shu vaqtlarda bu Yahudilar, ya'ni Isroillar mushu oldidagi sharoit yo'qolish oldidagi mushu o'zining asarlari bo'lsin, ham o'zining millati ham diaspora bo'lib chechilib yo'qolish oldida shunaqa nima bo'lib ketdi emasmi? Kitob berib qolgan shunaqa ahvolda saqlash uchun, qo'g'dash uchun mushu kitoblarni yozgan mushu o'zining Tavrat bo'lsin, mushu kitoblarni rahatlab bir butun kitob qilib chiqadi dedik. Oldin qatimda biz Ko'nehtini 90-yildagi shu Namiya yig'inda bir butun kitob qilib, 24 parcha yozma kirgizilgan bir kitob qilib chiqarildi degan emasmi? Ya'ni Yahudilarning mush Ko'neht kitobimi, ya'ni Yahudilarning kitobimi, bizning Ko'neht kitobimizmi, mushunda bir tarixiy ariq ko'rinish ostida rahatlab tuzilganda Muşun o'xshash tarixiy ariq ko'rinish, ya'ni mush Rimning qattiq mush e'tiqodchilarni bosirish, u vaqtida Rim podshohini bilsanlar, Rim imperator, ya'ni Rim podshohiga cho'qinish shunday bir nimalar bo'lgan emasmi?
Rim padişahini Xudo deb turib Rim podshohiga cho'qinish shunday ishlarga bor, ya'ni e'tiqodni yo'qotib shu Rim podshohiga cho'qindigan shunday bir tarixiy ko'rinish va shunga barcha e'tiqodchilarni bostirish, o'ldirish, qarshi turish degan o'sha shunday bir tarixiy ko'rinish bo'lgan. Ya'ni sirtqi jihatdan, siyosiy jihatdan shu hukumat tarafdan qarshilik, o'ldirish, e'tiqodga qarshi turish, e'tiqod erkinligi yo'q, shunday ahvol ostida podshohga cho'qindigan shunday bir sharoit ostida. Ham shunday ichki jihatdan bo'lsa qalaymaqonchilik. Bunda qalaymaqonchilik qanday qalaymaqonchilik desa, ya'ni rab degan men qaytib kelaman, patarida yenib kelaman deb degan emasmi? E'tiqodchilar bo'lsa biz elchilar politika qaraydigan bo'lsak, barini tang bilishib, barcha ma'lumotlarni tang bilishib, e'tiqodchilar mehr muhabbat ichida shunday bir-birisiga uyushib, xo'sh-xayr tarqatish ishlari markazlashgan. Lekin shunday ahvol ostida tashqi jihatdan, hukumat jihatdan, sharoit jihatdan shu qadar qattiq o'ldirilish, bostirilish shunday xalqi ishlar avajiga chiqqan shunday ahvol ostida ular ra'yatni kutib, barchasini atab turib, yig'ilishga kuchab, Xudoning so'zi, ya'ni ra'yatning haqiqati ustida anglash haqida shunday ishlarga kuch chiqarib, yig'ilib va xo'sh-xayr tarqatish ishlariga kuch chiqarib shunday turgan ahvol ostida ra'yat men patarib kelmaniga, lekin shu vaqtlarda kelmaganda, shuning bilan e'tiqodchilar o'zaro ichidan o'zaro bir-birlarining kamchiliklari, bunday narsalarni ko'rib o'zaro ziddiyat paydo bo'lgan hollar bor. Ham shundaqla shu ichki jihatdan yolg'on yetakchi, yolg'on ustoz, biz qarasak Pavlos yozgan xatlarda o'sha yolg'on e'tiqodchilar, yolg'on xo'sh-xayr tarqatuvchilar, yolg'on yetakchilarga oid nurg'un mazmunlar bor. Ya'ni ichki jihatdan o'shalarning ham e'tiqodchilarni bo'lish, e'tiqodchilarni ozdirish degan o'sha shundaq sharoitlar, shundaq ahvollar ayni vaqtda avji chiqqan shundaq ahvol ostida yezib qoldirilgan mazmunlar nima desidan shu Pavlosning xatlari ham shu xo'sh xabar degan o'sha. Masalan, Pavlosning xatlari bo'lsa har qaysi jamoatchilarga yozilgan, Rimliklarga yozilgan xat, Korinliklarga yozilgan xat, Galatiyaliklarga yozilgan xat deb har bir rayondagi qurilgan shu jamoatchilikka yozilgan. Ham ular jamoat ichidagi masalalarni, e'tiqodiy masalalarni izohlash, jamoatchilikka kishilik munosabat ustidagi bir jidallar bo'lsin, majrolar bo'lsin, shu narsalarni yeshish degan o'sha ta'limlarni berish degan o'sha shunday narsalarni markaz qilib Pavlos xat yozganlarni biz ko'ra olamiz. Shuningdek bu xo'sh xabar qismidagi tunji yozilgan xo'sh xabar qaysi desa, Markus bayon qilgan xo'sh xabar tunji qatim yozilgan xo'sh xabar hisoblandi. Masalan, Markus bayon qilgan xo'sh xabarni biz Markus yozgan deymiz. Unda Markus kim degan vaqtimizda Markus Petrus bilan birga bo'lgan, ya'ni Petrusga ergishib Petrusning yordamchi bo'lish, Petrus bilan birga mangan, ya'ni Petrusning bevos xo'sh xabarni anglab, Petrusning qilgan ta'limlarini, masalan, elchilar faoliyati 1-bobdan 11-bobgacha Petrus markaz qilib yozilgan emas, Petrusning barliq ishlari, ta'limlari degan o'xshash. Shu bevos anglagan Petrusning so'zlaganlarini anglab turib yozgan shu yozuvchi Markus. Biz qaraydigan Markus ham Pavlosning xo'sh xabari, ya'ni elchilar faoliyati qaraydigan Pavlosning birinchi safarida, Pavlosning birinchi qatimli xo'sh xabari safarida ham birga bo'lganga oid mazmunlar ham chiqadi. Ya'ni Markus Petrusni anglab bu yozgan yozmani kimga yozgan desa, Rimda yashayotgan e'tiqodchilarga shu Petrusning yozganlarini yozib ivetgan. Bu Rimdagi e'tiqodchilar bo'lsa, shu vaqtda ichki jihatdan bayon degan o'xshash yolg'on guvohchilar, yolg'on yetakchilarning ozdirishi, ham sirtqi jihatdan bo'lsa shu Rimning e'tiqodchilarni qattiq bostirayotgan Rim shahzodasi Nerodning shunday bostirish va ibodatxonani vayron qilish shunday bir tarixiy ko'rinish ostida shunday bir siyosiy vaziyat va ichki qalaymaqonchilik shunday bir ahvollar ostida shu Rimdagi e'tiqodchilarning e'tiqodini saqlab qolish, ya'ni sirtqi jihatdan shunday bir qattiq qiyin-qistoq bostirish, o'ldirish shunday ahvollar ostida bo'lsa-mu, ichki jihatdan shunday ozdirishlar bo'lsa-mu, rabga bo'lgan e'tiqodini oxirigacha saqlab qolish uchun
shunda qanday qiyinchiliklar bo'lsin, azob oqibatlar bo'lsin, bardosh berib, Rabbning azobiga o'rtoq bo'lib, Rabbning qaytib kelishini kutish va Rabbning qaytib kelish haqidagi shu haqiqatlar orqali shu e'tiqodchilarning oxirigacha e'tiqodida ching turib, e'tiqodidan voz kechmasligi uchun bu Markus bu yozmani yozib, shu Rimdagi shu e'tiqodchilarga evatgan. Ya'ni dastlab mushundaq boshlangan. Markusning bu yozmasi, ya'ni xush xabar Markus bayon qilgan xush xabarni yozgan va dastlabki e'tiqodchilar bu Markusning yozgan xush xabarini boshqalar emas ko'rgan, anglagan-da, bu xush xabarni anglagan. Shunga boshqa nimalar boshqa e'tiqodchilar ular bu Markusning bayonlarida tushib qolgan va yoki qo'shishga tegishli mazmunlar, ya'ni Rabbning qilgan ishlari jiq dedik emasmi? Shunga shu qilgan ishlarni texmi qo'shib yozgan xush xabarlar bo'lsa, Matta bayon qilgan xush xabar va shunaqlar Luqa jamiyati, ya'ni Luqaning jamoatchiligi qo'shib Luqa jamoatchiligi o'qiganda Markus bayon qilgan xush xabarni. Shunga bu Luqa jamoatchiligi va buningga azroq mazmunlarni qo'shib yozganimiz bo'lsa, Luqa xush xabar qismi degan o'xshash. Shuning uchun, ya'ni Markus bayon qilgan mushu xush xabarni asos qilib turib, uningga azroq qo'shib, texim kengaytib yozgan Luqa bilan Matta xush xabar bo'lg'achqa, bu 3 xush xabar asosan o'xshashib qoladi. Ya'ni Rabbning ish izlari, o'gitlari, ya'ni o'rgatganlari haqiqatan asos qilib, Rabb Aysoning kimligiga markazlashtirib, ya'ni Rabbga guvohlik berib, Rabbning ma'siligiga guvohlik berib yozilgan mush yozmalar dal mush 3 xush xabar. Rabb Ayson kim, nimishga ma'sih deymiz, Rabbning o'rgatgan haqiqatlarining markazining shunal Xudoning podshohligi bo'lib, mush Xudoning podshohligini biz real hayotimizda qanday yashab chiqarish to'g'risidagi mazmunlar, o'tirib qo'yilgan mazmunlar dal mush Markus bayon qilgan xush xabar, Luqa bayon qilgan xush xabar va shunala Matta bayon qilgan xush xabar mush 3 xush xabar hisoblandi. Endi Yohanna bayon qilgan xush xabar desak, endi davriy sharoit albatta o'xshab qoladi. Siyosiy bostirish, qarshilik degan mushuna ahvol ostida. Lekin Yohanna bayon qilgan xush xabarning xarakteridan qaraydigan e'tiqodchilarni bir gavda bo'lish, bir bo'lish, Rabbning shunaqla mushundaq qiyinchiliklar ahvol ostida, mushundaq sharoitlar ahvol ostida Rabbning shogirdlari qilgan, ya'ni Rabbning ayrilish oldidagi so'zlari endi xotirlanib turib, dunyo ustidan hozirgidek mushundaq nima deymiz, qarshilik to'lgan, azob to'lgan, mushundaq ishga qalayamaqanchilik bo'lsin, siyosiy jihatdagi mush qattiq bostirish bo'lsin, mushundaq azob oqibat to'lgan mushundaq hayot ustida dunyo ustidan g'alaba qilish, dunyoning o'zi azob oqibatlari ustidan e'tiqodi bilan ching turib, g'ayrat qilib g'alaba qilish degan so'z mushundaq Rabbni deydi emasmi? Bu dunyoning odamlari sizlarni azob oqibatga soldi, ammo g'ayrat bo'linglar, chunki men bu dunyo ustidan g'alaba qildim degan so'z Yohanna bayon qilgan xush xabar qaraydigansak, Rabbning mushundaq inchki gaplari, so'zlari shu qadar bayon qilgan, aynan bayon qilgan. Ya'ni bu dunyodan ayrib sizlarni bu dunyodan ayrib talvag'anligim uchun bu dunyo sizlar bu dunyo mansub emaslar degan o'xshash. Men otamning yeniga qaytganda otamning yenidan sizlar yordamchi evatman deb turib, ya'ni haqiqatda boshqa shu muqaddas ruhni evatman deb, ya'ni muqaddas ruh haqida va'da bergan. Ya'ni mushundaq ahvollarda muqaddas ruh orqali, muqaddas ruhdan kelgan xo'shallik va muqaddas ruhning ularni yetaklashi orqali Rabbga guvohchi bo'lgan. Mushundaq qiyin ahvollar ostida Rabbga qanday guvohchi bo'lib, qanday xush xabarni yetkazadiganligiga oid, ya'ni mushundaq ahvollar ostida, sharoitlar ostida e'tiqodi bilan qanday turish degan o'xshash, dunyoning azob oqibatlari ustidan e'tiqodi bilan yengish, guvohlik berish, dunyoning nuri bo'lish degan o'xshash muqaddas ruh orqali madad va ilhom beradigan mushundaq ta'limlariga yig'inchoqlangan mazmun Yudal Yohanna bayon qilgan xush xabarda mushundaq mazmunlar asosan ko'p uchraydi. Shuna Yohanna bayon qilgan xush xabar bo'lsa, Rabb Ayso kim degan o'xshash guvohlik bergan yozma bo'lmasdan, balki muqaddas yozmalarda yozilgan, oldin aytilgan, oldin bishorat berilgan, Xudo avatmoqchi bo'lgan qutqizuvchi Masih ekanligiga ishonib, Rabbga bog'lanib, haqiqiy real hayotida yashab chiqarish, ya'ni Rabbga ishonganlarning hayotida shu Rabbdan ulgilib qanday yashash, Rabbning haqiqatiga tayanib turib yashab chiqarish degan o'sha shu narsalarga markazlashtirilgan. Masalanga Yohanna bayon qilgan xush xabarda bo'lsa, Rabbning mo'jizalarini, ya'ni Rabb ko'rsatgan mo'jiza vaqtimiz qaraydigan bo'lsak,
Yuhanna bayon qilgan bu birinchi qatimliq, tunji qatim ko'rsatgan mo'jiza belgi. Ikkinchi bob 11 oyat. Yuhanna bayon qilgan xo'shar ikkinchi bob 11 oyat qaraydigan bo'lsak, bu Hazrat Aysoning dastlabki mo'jiza belgisi bo'lib, buning bilan shogirdlari uni Xudoning avatganligiga ishondi deydi. Va mushuna Yuhanna bayon qilgan xo'shar qaraydigan bo'lsak, burun yozilgan, burun aytgan so'zlar amalga oshirildi degan o'xshash mazmunlarni aytdi ko'p. Masalan, Yahyo payg'ambarni tunishtirgan vaqtida burun aytgan, Xudo avatadigan, qutquzuvchi kelishdan ilgari keladigan kishi deb Yahyoni shuna tunishtirib 1-bob 23-oyat qaraydigan bo'lsak, va hatto 1-bob 41-oyat qaraydigan bo'lsak, Musa payg'ambar Tavratda oldin aytgan, boshqa payg'ambarlarmi tilga olgan, qutquzuvchi Masihni topdi deb turib, ya'ni u Yusufning o'g'li Nasiralik Ayso ekan deb turib, Ayso Masihning dal shu kon ahdida bishoratlarda deyilgan, Xudo avatmoqchi bo'lgan degan o'sha shu barliq bishoratlarning barcha yozmalarning ana shu Rabbning ustida amalga oshirilganligini, tamomlanganligiga oid mazmunlar, o'shunda kon ahdidagi yozmalardagi oldin aytilgan bishoratlarning amalga oshirilganligiga oid mazmunlarni asos qilib turib, shunga Rabb Aysoning barliq so'zlarini izohlab turib, shunga Rab ishonganlar, Rab bilan bir gavda bo'lib, bir bo'lib Rabdan ulgu elib, Rabning haqiqati bo'yicha yashash, hayotida yashab chiqarishga oid mazmunlar dal shu Yuhanna bayon qilgan xush xabarda ko'proq shu nuqtai nazarda yozilgan. Biz qaraydigan bo'lsak, boshqa xush xabar, ya'ni Markus bayon qilgan xush xabar, Luqa bayon qilgan xush xabarda bo'lsin, Rabbning nasabnomasi degan o'xshash mazmunlar va boshdan oxir Rabbning kelib chiqish nasabnomasi, masalan, Matta bayon qilgan o'sha 1-bobda shundoq. Ham ba'zan mazmunlar va tamsillar, Rabb tamsillar orqali tushuntirgan mazmunlar va bunday mazmunlar, ya'ni Rabbning kimligi, Rabbning hayoti degan o'xshash o'limi va qayta tirilishi deganlar, ya'ni Rabbning hayotiga guvohlik bergan mazmunlar shu 3 xush xabarga birlashtirilgan bo'lsa, Yuhanna bayon qilgan xush xabar bo'lsa, Rabb haqiqatan shu koni azmlarda Rabb Xudo oldin bishorat qilgan shu Masih deb turib, Rabbning barliq ishlarini izohlab berib turib, Rabbning haqiqatlarini nihoyat tafsiliy tushuntirib, izohlab berish orqali Rabga bağlanıp yaşaş haqida yozgan yozmalar, Rabga bağlanıp yaşashning, haqiqatga bağlanıp yaşashning qanday bo'lganligiga oid mazmunlar nihoyat tafsiliy yozilgan xush xabar bo'lsa, dal shu Yuhanna bayon qilgan xush xabar. Ham shunala biz dedik, shu 1-asrdalar Pavlos yozgan xatlar asosan ko'p jamoatchiliklar ichida o'qilib bo'lgan, ya'ni e'tirof qilinib bo'lgan dedik emasmi? Yana bayon degan o'sha shu vaqtgi tarixiy sharoitlar ostida ya'ni ishki jihatdan o'zi yolg'on yetakchilar, yolg'on xush xabar taqdirganlar shular paydo bo'lib bo'lgan emasmi? Paydo bo'lib bo'lgan shuqa jamoatchiliklar ichida qalaymaqonchilik yuz bergan shunday ahvol ostida shu Pavlosning yozgan xatlari ana shu jamoatchiliklar ichida shu jamoatchilik ichidagi har qaysi masalalarni qanday hal qilish, ularni qanday tushunish, qanday izohlash degan o'xshash mazmunlar dal shu Pavlosning yozgan xatlari bo'lib, tunji qatim yozilgan xat qaysi desa, Salonikaliklar yozgan xat shu Pavlosning yozgan xatlari ichida tunji qatim yozilgan xatdir. Shunga biladiganimizdek shu masalalarni, jamoatchilikdagi masalalarni, e'tiqodchilikdagi masalalarni hal qilish va yashash tushundirish uchun yozgan yozmalar hisoblandi emasmi? Shunga bu Salonikalar yozgan xat bo'lsa, asosan Rabbning qayta kelishi haqida. Bayam dedik shu qadar davriy jihatdan, siyosiy jihatdan shu qadar qarshilik bostirish shunday ahvollar ostida ular Rabbning qayta kelishini, ya'ni Rabbmi degan men patarda kelman degan. Shunga e'tiqodchilar Rabbni saqlayotgan, pat kelishini kutayotgan shu qadar qiyin sharoitlar ostida ular Rabbning qayta kelishini kutayotgan emasmi? Shunga bu Salonikalar yozgan 1-xat bo'lsa, Rabbning qayta kelishi haqidagi shu mazmunlar shundaqlar Rabbni saqlab qayta keldi deb boshqa ish qilmasdan Rabbni saqlab shunday bekor holatda vaqtni behuda o'tkazishdan, behuda yashashdan saqlanish, ya'ni behuda kun o'tkazishdan ehtiyot qilish haqidagi mazmunlar dal shu Salonikaliklar yozgan xat bor. Ondan keyin Korinthliklar yozgan xat bo'lsa, jamoatchilikka bo'linish, budqa cho'qinish, ham shuna budqa atalgan shu qurbonliklarni yeyishga bo'lamdi, bo'lmamdi degan o'xshash masalalar va Xudoning bergan qobiliyat, iltifotlari biz masalan
Алдын qatım dastlabki munozara qismida muqaddas ruhdan kelgan qobiliyatlar har bir etkazchilarga bergan qobiliyat o'xshash bo'lmaydi degan o'xshash shunday qobiliyatlar haqidagi yozilgan mazmunlar shu ko'rinliklar yozilgan xatda yozilgan bo'lsa galatiyaliklar yozilgan xatda bo'lsa yolg'on yetakchi yolg'on xush xabar tarqatuvchilar va haqiqiy xush xabarning mohiyati mazmuni nima degan o'xshash xush xabar haqidagi mazmun dal mushu galatiyaliklar yozgan xatga markazlashtirilgan. Endi Filipplar yozgan xat bo'lsa xush xabarga bog'lanib yashovchining xush xabar orqali kelgan xushallig'i, ya'ni rabga bog'lanib yashashdan kelgan xushallik. Shuningga oid mazmunlar bo'lsa Filipplar yozgan xat yozilgan. Endi Rimliklar yozgan xat bo'lsa, ya'ni qutqizish degan nima, insonning gunohkor tabiati, shuningla qutqizishga erishganlarning Rabning qutqizishiga bog'langanlarning, ya'ni qutqizishga erishganlarning haqiqiy hayotga bo'lgan pozitsiyasi. Ya'ni qutqizish erishganlar qanday yashash kerak, real hayotda qanday yashash kerak degan o'xshash mazmunlar dal shu Rimliklar yozgan xatda tafsili to'xtaldi degan o'xshash. Mana shunday Pavlos yozgan xatlari shuna har bir masalalarga javob bera oladigan, tushuntirgan, izohlagan, hal qilish haqidagi shunday mazmunlar bo'lsa dal shu Pavlosning orqa jamoasiga aytgan shunday xatlari. Shunga bu Pavlosning xatlari bo'lsa dal shu dastlabki itqachilar jamoasiligi ichida ko'p keng tarqalib, keng o'xshash anglab, o'qib degan o'xshash shunday qilingan xatlar hisoblandi. Endi biz ya'ni shu dastlabki itqachilar jamoasiligining tarixiy ko'rinishi sifatida birisi siyosiy, ya'ni shu hukumat jihatdan, siyosiy jihatdan, ya'ni sirtqi jihatdan bo'lgan shu qarshilik bostirish, ya'ni podshohga cho'qinish, shundaqla boshqa itqachilarga qarshi turgan shunday ahvollar, sharoitlarda ham ishki jihatdan yolg'on guvohchi, yolg'on yetakchi, yolg'on itqachi degan paydo bo'lgan bo'lsa, yana bir masala nima desak, biz qaraydigan bo'lsak, elchilar faoliyatida bo'lsin, hatto xush xabarlarning ichida ham biz bayqay oladigan bir masala Yahudiylar bor. Tavrat ustozlari, Yahudiy oqsoqollari deganlarning ham qarshiligi bor. Biz qarasak, Hazrat Isoning boshi ibodatxonaga kirib, ta'lim bergan, ibodatxonaga kirib, ba'zan bir mo'jizalarni, amta ba'zilarini saqaytgan, shu islom ibodatxonida bo'lgan va keyin Yahudiylarning hasadxo'rligi va Yahudiylarning qarshisiga ochiq-oshkor qarshi turish, ya'ni Yahudiylar inoq deydi emasmi? Butun xalq buning kendidan egishib ketadigan bo'ldi deb turib, Yahudiylar Tavrat ustozlari o'zlarining imtiyozi, o'zlarining huquqini qo'g'dash uchun Rabga egishganlarga shu qadar qarshi turgan-ku, shu qadar o'chmanlik qilgan. Ham shuningla Pavlosmu xabar tarqatgan vaqtida eng avval Yahudiylarning ibodatxonasiga kirgan va keyin u Pavloslarni hatto shu Yahudiylar hasad qilib Pavlosga egishgan, shu boshqalar Pavlosga egishgan vaqtida nega bos ibodatxonaga berib ta'lim berib qolgan vaqtida bu ta'limni anglab Rabga ishonganlar ba'zir ko'paygan ekan, bu Yahudiylar hasad qildi degan so'zlar bizni ko'p anglagan elchilar faoliyati qarsanglar. Yahudiylar to'plan ko'tarib, Yahudiylar qarshilik qilib, Yahudiylar shuna ko'p qarshiliklangan, ya'ni hasad sifatidan dedik. Ham shunalar Rabning shogirdlari ichidan o'zining Rabga ishonganligini ochiq oshkor qilamagan shunda Tavrat ustozlari va Yahudiy oqsoqollar orasidami o'zining e'tiqodlarini ochiq oshkor qilamagan, oshkorlamagan shunda e'tiqodchilarni bor dedi. Masalan, buning tipik vakili bo'lsa, Yusuf balqi Rab Aysoning jasadini, ya'ni kirishga mixlangandan keyin shu Rab Aysoning jasadini elib dafn qilgan kishi dal shu nimalardan emasmi? Ibodatxona mas'ullaridan birisi bo'lganiga o'xshash. Shunga o'xshash yoshirin e'tiqodchilar ham bo'lgan. Chunki ular shu Yahudiy oqsoqollarning ibodatxona jamoasidan qo'g'lab chiqarishdan qo'rqib, ochiq-oshkora o'zining e'tiqodini oshkorlamagan o'xshash shuna birisilar ham bo'lgan dedik emasmi? Shunga o'xshash dastlabda mushu Konahtining, ya'ni Tavratni, payg'ambarlar yozimlarini o'rtaq Yahudiylar, baliq Isroillar o'rtaq o'qigan, ham ibodatxonaga kirib, atis saharda turib, ibodatxonaga kirib, mushu Tavratni o'qib yoki muqaddas yozmalarni o'qib qilgan emas, ta'lim anglab degandek. Shuning uchun dastlabda barcha e'tiqodchilar, ya'ni Мәске ishonganlar bo'lsin va yoki Yahudiylar bo'lsin, o'xshash bir ibodatxonada o'xshash Tavrat o'rganib, muqaddas yozmalarni tadqiq qilish va anglash degan ishlarni o'xshash qilgan. Lekin shu dastlabda bayam dedik, shu Rim imperatorisi tarafidan, Rimliklar tarafidan Isroillar mamlakat ko'zlangan vaqtida barchalar qarshilik uchrab,
e'tiqod erkinligi bo'lmagan shunday ahvol ostida yani oldin qatim deganimizga o'xshash shu ko'nakda ham Namiya yig'inida yahudiylar o'zining Tavratini va boshqa muqaddas yozmalarni ya'ni payg'ambarlar qismlari olsun shular hammasini yig'ib shu 90-yillar ya'ni Arabdan keyin 90-yillarda o'zining kitobini tuzib chiqqan emasmi? Shunga o'xshash shunday vaqtlarda bu tuzgan kitobida yani duo cümleleri yani duo mazmunlari ham 28 tane cümle dua cümlesi ham tuzildi. Onun 12. cümlesi nima desa bu beddua yani qarg'aydigan duo deymizmi? Yani nasrallıqlar va g'ayri yaqindagilarni yo'qotqaysiz. Hayotlik daftaridan ularni o'chirib, ularning nomi haqqoniylarning nomi bilan birga hayotlik daftariga yozilmaydigan qilib degan o'xshash shunday beddua qildigan bir cümle bor. Shunga shu cümle bo'lg'achqa shu vaqtlarda normal e'tiqodchilar ibodatxonaga kirib Tavrat bo'lsin va muqaddas yozmalarni anglash degan o'sha shu narsadan qilgan vaqtida dal kirgan vaqtida o'rtaq holatda shu duoni qildi. Bunday duoni qilgan vaqtida albatta e'tiqodchilar bo'lsa bunday duoni qilolmaydi-da. Shunday qilib shu vaqtlardan boshlab haqiqatan to'liq yahudiylar ichida bo'lsin, isroillar ichida bo'lsin, to'liq holatda shu yahudi ya'ni Tavrat ustozlari degan o'sha Yahudi jamoati bilan e'tiqodchilar ya'ni Masih e'tiqodchilari ayilib chiqqan vaqtlar dal shu vaqtlarni ham o'z ichiga oladi. Sizlar diqqat qilgan bo'lsanglar islomdagilarmi masalan Uyg'urlarning ko'p yozmalari va nasronliklarga ergashganlar degan o'xshash sizlar anglagan bo'lishinglar mumkin. Islomdagi xayr do'stlaringlar balkim shuni sizlar mazaqqan bo'lishi mumkin nasronliklar deb. Bu nasronliklar degan nomning kelib chiqishi ya'ni shu Yahudiylarning Rab Aysoga ergashganlarni nasronliklar deb atib olgan shu nomi dal shu nasronliklardir. Bu g'ayri yaqindagilar deganimiz shu ayni vaqtlarda shu birinchi asrlardan boshlab chiqqan tarqalgan nurg'un g'ayri yaqinliklar bor, ya'ni saxta ta'limchilar, saxta yetakchilar deganimiz dal shu. Bularni inchilab kirgansak sizlarning beshinglar og'rish mumkin. Demak, nima desam, shu yangi ahdi, ya'ni birinchi asrdagi tarixiy ariq ko'rinishi, shu yozmalar xo'sh xabar bo'lsin yoki Pavlosning yozmalari bo'lsin, yozilgandagi, shu tuzib chiqilgandagi davriy ariq ko'rinish bo'lsa, dal ana shunday davriy ariq ko'rinish va jamoatchilarga dal shunday davriy ariq ko'rinishlarni ariq ko'rinish qilib turib, shunday yezib, ularga ilhom berib, Rabbning haqiqati ching turib, e'tiqodini saqlab, haqiqat bo'yicha yashash uchun yozilgan shu xatlar, xo'sh xabarlar, ham e'tiqodning mohiyatini ching tutib, ching tushunib, xo'sh xabarning mohiyatini ching tushunib, shu xo'sh xabarda haqiqatni ching turib, xo'sh xabarni tarqitish ishidan qo'rqmasdan xo'sh xabarni tarqitishga ilhomlantiradigan yozmalar ham shu xo'sh xabar bilan Pavlosning yozmalari ekanligini biz ham ko'rib o'talaymiz. Ham shunday bayon deganga o'xshash Yohanna bayon qilgan xo'sh xabarning xarakteri jihatdan, yozilish nuqtai nazari jihatdan boshqa 3 xo'sh xabar bilan farqlanadiganligini va farqlanadigan mazmunlarni ham qisqachalik biz ko'rib o'tdik. Shuning o'xshash endi Yohanna bayon qilgan xo'sh xabar darsimizni bo'lsa, bu xo'sh xabar 21 bobdan tuzilgan Yohanna bayon qilgan xo'sh xabar. Bu xo'sh xabarning tuzilishi bo'yicha, ya'ni bir bob deganga o'xshash bablar ayirib ko'rishimiz mumkin va yoki tuzilishi jihatdan o'rtaq bir bo'lak qilib shunday tuzilgan shu tuzilishi bilan biz dars qilib buni ko'rib mazmunlarni ko'rib o'talaymiz. Shuning uchun Yohanna bayon qilgan xo'sh xabarning xarakteri jihatdan qanday xo'sh xabar ekanligini ham shunday bu xo'sh xabarlarning ariq ko'rinishini tushunsin deb sizlarga shunday angladi bilan yangi haftadagi shu yangi haftadagi mazmunlarni tuzilish jihatdan, xarakter jihatdan qanday mazmunlar ekanligi, qanday tuzilganligini biz qisqacha ko'rib o'tdik. Mana shunday tarix ariq ko'rinishlarni har bir kitobimiz boshlashdan burun qisqacha so'zlash orqali biz texnik konkret tushunib o'talasak, bu mazmunlarni tushunishimizga texmi yardım buldu. Shuning uchun kirish qismida, ya'ni Yohanna bayon qilgan xo'sh xabarni boshlashdan burun shunday oddiy holatda va qisqa holatda tarixiy ariq ko'rinishini biroz yig'inchoqlab o'tish kerak deb o'ylab bu programmani ishladik. Hammalar ko'rib o'tgaysizlar va bayon degan o'xshash xo'sh xabarni, ya'ni 3 xo'sh xabar bilan Yohanna bayon qilgan xo'sh xabarni odatda bir o'zinglarni o'qigan vaqtinglarda diqqat qilib solishtirib ko'rsanglar bo'ldi. Ma'qul biz keyingi haftadan boshlab Yohanna bayon qilgan xo'sh xabarning birinchi bobini mazmun jihatdan bir bo'lak bo'lib, ayrim bir darsimizni boshlab o'tamiz.
Әмәңләр авал bir qatim o'qib chiqishinglarni umid qilma. Biz ham keyin qatimliq darsimizda ko'rishayli. Әмәңләр Xudodan kelgan aql parasat, eng muhimi Xudoning so'ziga bo'lgan intilgan qalb va cho'nqur tushuncha sizlarga Xudoning ato qilishini tilayman. Әмсі biz kelajakda ko'rishayli. Әмәңләр aman bo'linglar.